Sizlarga bir qissani aytib bermoqchiman. Bu Barsisaning qissasi. Orangizdan kimdir Barsisaning qissasini eshitganmi? Eshitmagan bo'lsangiz yaxshilab tinglang. Barsisa bu buyuk bir obid edi. Bani Isroil vaqtlarida yashagan. Buyuk obid. Juda ham solih odam. U rohib edi. Hozirgi tilda sheyx edi. Va birodarlarim, sizlarga Barsisaning qissasini aytar ekanman. Barsisa haqida o'ylamang. O'zingiz haqingizda o'ylang. O'zingizni Barsisaning o'rniga qo'yib eshiting. Barsisa juda ham buyuk olim edi. Allohga xolis ibodat qiluvchi. Barcha jamiyat uni tanishar edi. Uni o'zining kulbasi, ibodatxonasi bor edi. Unda erta-yu kech Allohga ibodat qilar edi. Va bir kuni 3 aka-ukalar ular jihodga bormoqchi bo'lishdi. Lekin ularning singillari bor edi. Va ular agar biz jihodga ketsak, bizning singlimizga kim qarab turadi deb o'ylashar edi. Va ular Barsisadan ko'ra yaxshiroq odam bormi deyishdi. U buyuk obid, u Allohdan qo'rqadi. Hammaning nazdida u eng solih inson. Singlimizga qarab turgani Barsisadan yaxshiroq kim ham bo'lishi mumkin? Va ular Barsisaning oldiga kelishdi. Shaytonning makriga e'tibor qarating. Hammasi qayerdan boshlanishiga qarang, birodarim. Ular Barsisaning oldiga kelishdi va "Xoy Barsisa, biz jihodga bormoqchimiz. Va qaytgunimizcha singlimizga qarab tura olmaysanmi deb so'rayapmiz." Barsisa shu zahoti "A'uzu billah, qulgan shaytondan Allohning panohini so'rayman. Bu shaytondan" dedi. Hech qachon. Ularning hafsalalari pir bo'lib qaytib ketishdi. Keyin esa shayton Barsisaning oldiga keldi. Bu qissada u shayton emas, sheyxning rolini o'ynaydi. Shuning uchun biz uni sheyx shayton deb chaqiramiz. Shunday qilib sheyx shayton Barsisaning oldiga keldi. Va "Xoy Barsisa, birodarim, sen nima qilyapsan o'zi? Bu odamlar Alloh yo'lida jihodga ketishyapti. Ular yaxshilik uchun ketishmoqda. Ular Allohning roziligini istab ketishmoqda. Barsisa, agar sen unga qarab turmasang, kim unga qarab turadi? Sen eng hurmatli insonsan, Xoy Barsisa. Sen eng solih, taqvodor odamsan. Agar ular uni boshqa kimdirga qoldirib ketishsa, nima sodir bo'ladi deb o'ylaysan?" dedi. Shunda Barsisa aytadi: "Balki rostdan ham unga qarab turishim kerakdir. Alloh uchun, uning akalarining hurmatlari uchun. Shaytonning bu hiylasiga qarang. Shayton sizning eshigingizni taqillatganda, u kirishi uchun eshigingizni to'liq ochishingiz shart emas. Ozginagina harakat ham, faqatgina kim bu deyishingiz ham unga yetadi. U shuni xohlaydi. Kichkinagina harakat. Shayton xohlagan yagona narsa mana shu. Shayton yerning birinchi kundan shu yerda. Shayton kichkinagina yoriqni xohlaydi." Va Barsisa ularni qayta chaqirib aytadi: "Eshitinglar. Allohning roziligi uchun men singlingizga qarab turaman, lekin u men bilan qolmaydi." Barsisa Allohdan qo'rqadigan odam edi. Birodarlarim, u Allohdan qo'rqadigan taqvodor kishi edi. Hozir men siz o'zingiz haqingizda o'ylab ko'rishingizni xohlayman. Bu qissani o'zingizning hayotingizga tushirib ko'ring. U aytadiki, "Men sizlarning singlingizni o'zim bilan olib qolmayman. U mening kulbamning ro'parasidagi bir uyda turadi. U o'sha yerda yashaydi, men o'zimning kulbamda yashayman." Akalari rozi bo'lishdi. Muammo yo'q deyishdi. Keyin akalari jihodga ketishdi. Va Barsisa u uchun biroz ovqat pishirib, o'zining eshigining tashqarisiga qo'yib qo'yar edi. Qiz esa uydan chiqib, Barsisaning kulbasigacha yurib kelib, ovqatini olib, o'zining uyiga qaytib ketar edi. Barsisa qanchalik Allohdan qo'rqganiga qarang. Lekin keyin nima bo'ldi? U shaytonga eshikni biroz ochib qo'ydi. Va bir muddat shunday davom etdi. Va shaytonning vaqti juda ham ko'p. Muammo yo'q. Bemalol shoshilma, birodarim, shoshilma. Va oxir-oqibat shayton Barsisaning oldiga keladi va Barsisa: "Sen ovqatni tashqariga qo'yib qo'yganingda, u o'zining uyidan chiqib, shuncha yo'lni bosib o'tib, ovqatni oladi.
Va bu fitna odamlar uni ko'rishlari mumkin. Odamlar uni ko'rishlari mumkin. Shunday ekan, men o'ylashimcha, Barsisa, bu hozir uning do'sti Shayx Shayton. Barsisa, men o'ylashimcha, sen uning ovqatini uning eshigini oldiga qo'yishing kerak. Mantiqan u to'g'ri gapiryapti. Endi Barsisa ovqatni pishirib, ovqatni uning eshigining tagiga qo'yib, eshikni taqillatib qaytib ketadigan bo'ldi. Qanchadir muddatdan so'ng Shayx Shayton Barsisaga aytadi. Barsisa u hali ham o'zining eshigini ochishiga to'g'ri kelyapti. Ovqatni uyining ichiga qo'yib ket. Va bu ham bir muddat sodir bo'ldi. Va uning akalari uzoq qolib ketishdi. Endi esa Shayx Shayton Barsisaga aytadi. Barsisa, bilasan-ku, ancha vaqt bo'lib qoldi. Bu qizning gaplashadigan hech kim yo'q, dugonasi ham yo'q, dardlashgani hech kim yo'q. Balki sen u bilan gaplashib ko'rarsan. Bo'lmasa u tashqariga chiqib kimdir uchun fitna bo'lib qolishi mumkin. Hammasi Alloh uchun. Yo'q, noto'g'ri tushunma. Hammasi Alloh uchun. Shunday qilib endi Barsisa qizning uyiga boradi. Qarang, u hali ham Allohdan qo'rqyapti. Uyning tashqarisidan baqirib u bilan gaplashadi. Ovozini bori bilan baqiradi, unga yaxshi eshitilmaydi ham. Biroz vaqtdan so'ng shayton aytadi: "Barsisa, nega sen o'zingni sharmanda qilyapsan? Baqirib, shovqin qilib. Uyning ichiga kirib bemalol gaplashaver." Yana biroz vaqtdan so'ng u bilan uyning ichida gaplashar edi. Kichik suhbatlar uzun suhbatlarga aylandi. Gaplashgandan keyin ko'rishni xohlaydi. Ko'rgandan so'ng sekin ushlashni boshlaydi. Ushlagandan so'ng esa buyuk Barsisa zinoni sodir qildi. Bizlarning qanchamiz biz hali zino sodir qilmagan bo'lishimiz mumkin. Lekin biz Barsisaning izlaridan poyma-poy ketmoqdamiz. Hozir u zino sodir qildi va qiz homilador bo'lib qoldi. U o'g'il farzandni dunyoga keltiradi. Va shayton Barsisaning oldiga kelib aytadi: "Barsisa, birodarim, qadrdonim. Agar uning akalari kelib bu chaqaloqni ko'rishsa va unga qarab turishga mas'ul odam sen eding. Chaqaloqni ularga qanday tushuntirasan?" U xavotirlanib qolib, "Endi nima qilaman?" deydi. Iblis aytadi: "Barsisa, sen bolani o'ldirishing kerak. Sen dalillardan qutulishing kerak." Va Barsisa bolani o'ldirdi. Endi hisobda nimalar bor? Zino va qotillik. Biroz vaqtdan so'ng Shayx Shayton qaytib keladi. Va Barsisa, bo'lgan ishlar haqida u sukut saqlaydi deb o'ylaysanmi? U bilan nimalar qilganingni akalariga aytib bermaydi deb o'ylaysanmi deydi. Barsisa, men nima qilay deydi. Uni ham o'ldir. Zino va 2 marta qotillik. Oxiri akalari qaytishdi. Barsisa, bizning singlimiz qayerda deb so'rashdi. U aytadi: "Albatta biz Allohniki emas, Allohga qaytguvchimiz. Sizning singlingiz juda ham og'ir kasal bo'lib qoldi va Alloh uning jonini oldi." Barsisa buyuk obid edi. U yolg'on gapirmaydi. Akalarining boshqa choralari qolmadi. Ular u qayerda deb so'rashdi. U soxta qabrni ko'rsatib, "U mana shu yerda" dedi. Ular uning haqqiga duolar qilib uylariga qaytishdi. Keyingi kuni tongda akalardan biri: "Bilasizlarmi, men juda qiziqarli tush ko'rdim" deydi. Boshqasi esa: "Men ham qiziq tush ko'rdim. Sen birinchi aytchi" deydi. U aytadiki: "Men tushimda bizning singlimiz kasallikdan o'lmaganini ko'rdim. U homilador bo'lib, bola tug'di, keyin esa ikkalalarini ham o'ldirishdi. Va u Barsisa bizga ko'rsatgan joyga emas, boshqa joyga ko'milganini ko'rdim" deydi. Boshqasi esa aytadi: "Ajabo, men ham xuddi shunday tush ko'rdim. Va ular ikkimiz ham adashishimiz mumkin emas" deyishdi. Ular tushlarida ko'rgan singillari ko'milgan joyga borib, u yerni qazishdi. Qarashsa, rostdan ham singillari bir chaqaloq bilan ko'milishgan ekan. Ular Barsisaning oldiga qaytib borishdi va Barsisa: "Sen bizni aldagan ekansan. Aslida mana shunday bo'lgan ekanda. Endi biz seni hokimning oldiga olib boramiz" deyishdi.
Birodarlarim, shaytonning ushbu tuzog'iga qarang. Haromning oqibatiga nazar soling. Qiz bolaga qaralgan birgina nazar, birgina nigoh, bir dona sigaret, birodar. Do'stim, bu atigi bir dona tamaki. Bu narkotik emas-ku. Yo'q. Men nasha chekmayapman. Yo'q. Do'stim, bu shunchaki sigaret. Ha do'stim, hozircha bu faqat sigaret. Ha do'stim, hozircha bu birgina nigoh. Birodarim, hozircha bu orangizdagi SMS'lar. Hozircha u faqatgina Instagramdagi tanishim. Lekin ertaga birodarim nimalar bo'lib ketishini bilmaysan. Ko'ryapsizmi? Agar sen bilan men birga yurib ketayotgan bo'lsak, bir xil yo'lakchada va men birgina santimetr yo'ldan chiqsam, atigi 1 santimetr. 1 santimetr nima ham bo'lar edi? Atigi 1 santimetrga burildim. Agar men 1 santimetrga burilsam, sen buni sezasanmi? Buni sezmaysan ham. Lekin uzoq masofadan so'ng bu atigi 1 santimetr edi. Boshlang'ich nuqtadan qanchalik uzoqlashib ketgan bo'laman. Farq ulkan bo'lib ketgan bo'ladi. Ha, bu birgina nazardan boshlanadi. Birgina nigoh. Ha, bu birgina yozma xabar. Ha, bu birgina qarz. Ba'zida aytishadi, birodar, hozir o'ta muhtojman. Men atigi bir marotaba bu kreditni olaman, bir martagina. Men cho'kyapman, birodar, olmasam bo'lmaydi. Shunday ekan, ha, atigi bir martadan boshlanadi. Lekin sen bu eshikni ochganingdan so'ng, birodarim, endi ular Barsisani qayerga olib ketishyapti? Hokimning oldiga. Yo'lda Barsisa o'ziga qarab, bu sho'rvaga qanday tushib qoldim deydi. Zino, 2 marta qotillik. Endi esa meni o'ldirish uchun olib ketishyapti. Shunday qilib, uni hukmdorning oldiga olib kelishgandan so'ng, shayton Barsisaning oldiga inson ko'rinishida keladi. U aytadi, Barsisa, meni kimligimni bilasanmi? U yo'q deydi. U aytadi, Barsisa, men shaytonman. Va seni shu barcha muammolarga tushirgan men bo'laman. Va men seni bu muammolardan chiqara oladigan yagona insonman. Qarang. Biz biroz oldin nima dedik? Shayton sizning oldingizga qachon keladi? Qanday vaziyatda? 50-50 bo'lib turgan vaqtdami? 100% bo'lib turganda. Va Barsisa qanday odam edi? U qolganlarga o'xshagan oddiy odammidi? Olim, obid, u olim odam edi. U solih, taqvodor odam edi. Lekin u bir martagina shaytonga eshikni ochganda, u eshikni ochgani ham yo'q edi, biroz qiya qilgan edi. Bugun bizning eshiklarimiz katta qilib ochib qo'yilgan. Bizning eshiklarimiz ham, oynalarimiz ham, darvozalarimiz ham hammasi shayton uchun ochib qo'yilgan. U aytadi, Barsisa, men seni bundan qutqara olaman. Sening hayotingni saqlab qola olaman, Barsisa. U aytadi, nima bo'lsa ham meni qutqarsang bo'ldi. U aytadi, Barsisa, menga sajda qilasan. Barsisa, sen menga sajda qilsang, men seni bundan qutqaraman. Barsisa, mayli, keyin tavba qilib olaman deb unga sajda qiladi. Va shayx shaytoni, rahmat senga, tanishganimdan xursand edim. Assalomu alaykum deb surib qoladi. Bundan bir soniya o'tib, uni osib o'ldirishdi. Uning hayotidagi eng oxirgi amali nima bo'ldi? Shirk, kufrning eng baland darajasi. Qanday qilib? Eshikni biroz ochgandan so'ng, o'zi nima bahonada eshikni ochgan edi? Alloh uchun deb ochgan edi. Lekin bu nimaga olib kelganiga qarang, birodarim. Birodarlarim, bugun orangizda ko'plab yoshlarni ko'ryapman. Allohga qasam, birodarlarim, agar shaytonga eshikni ochsangiz, bu sizning halokatingiz bo'ladi. Siz shaytonni hiyla qilib alday olmaysiz. Shayton bu yerda qanchadan beri yashayapti? Odam alayhissalomdan ham oldin. U odamdan oldin ham shu yerda edi.
Uning tajribasi hammadan ham ko'p. Shaytonning ilmi, shaytonning islom haqidagi ilmi sendan ham, mendan ham, har bir olimdan da ko'proq. Har bir olim, har bir mavlono, shayxlar, muftiylar, kimni xohlasangiz ayting. Agar dunyodagi barcha olimlarni yig'ib bir joyga to'plasangiz, shaytonning ilmi ularning barchasidan ham ko'proq. Shayton bilan o'yinlar o'ynamang, birodarlarim. O'zingizning hayotingiz bilan o'yinlar o'ynamanglar. Shaytonga imkoniyatlar bermanglar. Birodarlarim, sizlar bu yerda 50, 60, 70 yil bo'lasiz. Qancha yashamoqchisiz? Qancha yashamoqchisiz? 100 yilmi? 110 yilmi? Qancha yashamoqchisiz? Keyin siz o'lasiz, birodarim. Va bu dunyo siz uchun bo'ldi, tugaydi. Keyin esa kim unda yaxshilik qilib qolgan bo'lsa, uni ko'radi. Agar yomonlik qilgan bo'lsa, u ham ko'radi.